16-mavzu. Qadimgi Hindiston madaniyati. Fan va madaniyat. Qadimiy Hindistonda ilm-fan, xususan astronomiya va matematika sohalari yuksalgan. Hindlar yil hisobining 360 kundan tarkib topgan taqvimini tuzadi. Bu davrda sanash va hisoblash tizimi keng tarqaladi. Hindlar juda katta raqamlarni bildiruvchi alohida belgilarni ishlatgan. Shuningdek, Hind astronomlari katta yutuqlarga erishgan. Ular quyosh, yulduzlar va sayyoralar harakatini o'rgangan. Shu kuzatuvlar natijalari yil uzunligini aniqlashga imkon beradi. Oy yog'dusi uning sirtiga tushgan quyosh nurining akslanishi ekanligi ham hindlarga ma'lum bo'lgan. Qadimgi Hindistonda tibbiyot sohasi rivoj topgan. Yozma manbalarda turli xil kasalliklar va jarrohlik asboblari tilga olingan. Hindlar kasallikni davolashda shifobaxsh dorilardan foydalangan. Hindistonda ixtiro qilingan hindlarning o'zi qo'shinlarning to'rt turi deb ataydigan o'yin bugungi kunda butun jahonda shaxmat nomi bilan ma'lum va mashhurdir. Qadimiy hind tillari asosida yangi adabiy til bo'lmish sanskrit ishlab chiqildi. Mahabharata, Ramayana dostonlari hamda boshqa asarlar ana shu tilda yozilgan bo'lib, ular bugungi kunga qadar yetib kelgan. Xudolarsiz din. Jamiyatdagi o'zgarishlar ta'sirida hindlarning diniy e'tiqodlari ham o'zgarib borgan. Miloddan avvalgi 6-asrda yangi buddaviylik dinining yaratilishi Budda taxallusini olgan shahzoda Siddhartha Gautama nomi bilan bog'liq. Rivoyatda naql qilinishicha, shahzoda Siddhartha Gautama 20 yoshga to'lguniga qadar hukmdor otasi saroyida betashvish kun kechirgan. U kunlardan bir kuni sayr qilib yurgan paytda munkillagan, bedavo dardga yo'liqqan bir kishiga, keyin esa dafn marosimiga ko'zi tushadi. Shunday qilib, shahzoda inson azob chekishi mumkinligini va vaqti kelib vafot etishini angladi. Bu Siddhartha Gautama hayotini tamomila o'zgartirib yubordi. U saroydagi farog'atli turmushdan voz kechdi. Hayot mazmunini izlab topish maqsadida dunyo bo'ylab sayohatga otlandi. Budda inson son-sanoqsiz marotaba tug'iladi va vafot etadi degan xulosaga kelgan. Keyingi hayotda odamning kim bo'lib tug'ilishi ham uning sa'y-harakatlari va amallariga bog'liq bo'ladi. Budda va uning izdoshlari bo'lgan buddaviylar inson yolg'on so'zlamasligi, mol-davlat to'plamasligi, tirik mavjudotlar qonini to'kmasligi kerak deb hisoblaydi. Shu sababli inson har qanday xohish-istaklardan voz kechishi zarur. Negaki, har qanday xohish-istak azob-uqubatga olib keladi. Avvaliga buddaviylik e'tiqodida ma'bud bo'lmagan. Chunki ular ma'budlar inson azob-uqubatlarini yengillashtira olmaydi deb hisoblagan. Ammo ko'p o'tmay Buddaning o'ziga sig'inish boshlanadi. Bugun ham buddaviylik ibodatxonalarida uning haykallarini ko'rish mumkin. Budda nilufar gulida teran o'ylarga cho'mgancha, qilt etmay, qovoqlarini tushirgancha chordana qurib o'tirgan holda tasvirlanadi. Kitob sahifalarida qadimgi Hindiston madaniyatiga oid turli suratlar berilgan, ularga diqqat bilan qaraysiz. Astronomlar ish ustida. Qadimgi hindlarning kundalik hayotining tiklangan surati, Mahabharata dostoni zamonaviy rasmi, sanskrit yozuvi, hindlar ixtiro qilgan shaxmat donalari, Siddhartha Gautama, Budda zamonaviy rasmi, Harappa yozuvi va hayvonlar tasvirlangan muhrlar va Bodhgayadagi Mahabodhi ibodatxonasi yaqinidagi Budda haykali tasvirlangan.
Mavzuni yanada yaxshiroq tushunib olish uchun pastda berilgan savol va topshiriqlarni o'qing va mavzu ichidan ana shu savol va topshiriqlarga javob izlashga harakat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.